Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 52-mok bo'yicha 9-savol yechimini birgalikda ko'ramiz. Umuman bundagi misolda qanday yechsak bo'ladi? Dastlab ellik besh sonini yoyib ko'ramiz. Bu 5 kara 11 va buni 5 kara 10 qo'shilgan 1 qilib yozib olish mumkin. Yoki 555 sonini 5 kara 111 buni 5 kara 100 qo'shilgan 10 qo'shilgan 1 qilib olish mumkin. 5 5 5 nuqta nuqta 5 shundan n marta qatnashgan sonlarda 5 mana bu yerda 3 ta 5 qatnashganda 12-si bo'lyapti. Ve n marta qatnashsa 10da n-1-si bo'lar ekan. Plus 10da n-2-si bo'lar ekan. Plus va hokazo qo'shilgan 10da 0-si. Ya'ni 1 degan. Shuni soddalashtirib qo'yadigan bo'lsak 5 kara bir-birimiz bir-birimiz 1 qo'yimiz 10 bnimiz 10da n-1 darajasi. Endi yig'inni qoidasiga qo'ysak b1 ko'paytirilgan 1 minus q. Qo'yimiz n-si. Nechta son bor? n-1 tursa 0ni ham 1 chiqadi deydigan bo'lsak 10da n-si bo'ladi ayrilgan 1. Keyin maxrajda q ayrilgan 1. Ya'ni 9 bo'lib qolar ekan. Mana umumiy ko'rinishi. Har bittasini qo'yib chiqamiz. Mana bu yerda endi o'rniga 1. Endi o'rniga 1 qo'ysam, mana ayrilgan 1 taqsim 9 bo'ladi. Bu yerda n 2ta. 10da 2-si ayrilgan 1 taqsim 9. Hammasida 5 bor. Umumiy 5 ni qavsdan tashqari chiqaryapman. Keyin 10da 3-si ayrilgan 1 taqsim 9. Va hokazo. Shu tartibda 10da 55-si, bu yerda 55 ta 5 bor, ayrilgan 1 taqsim 9 holatiga keldi. Endi buni ham xatma-xat bo'lib olaman. 5 10 taqsim 9. Nima qilaylik? 9larni ham qavsdan tashqari chiqarib olaylik. 5 taqsim 9 qavs ichida 10 minus plus 10 kvadrati plus 13-si plus nuqta nuqta qo'shilgan 10da 55-si deyiladi. Minus 1dan endi 55 ta bo'lib qolyapti. 5 mana shu holat. Endi yana geometrik progressiya. b1 10 b1 ko'paygan 1 minus q. Q yana 10 55-si minus 1 taqsim maxraj yana q ayrilgan 1. Ya'ni 9 bo'lib qolyapti minus 55.
Mana shu holat. Qavs ochib tashlaymiz. Qavs ochib tashlasak 50 unda 55-si minus 1 taqsim o'zi 9 bor edi, 81 bo'ldi. Endi bunga ham ko'payadi. Minus bo'ladi. 55 ni ko'paytiraman nechiga? 5 ga. 275 taqsim 9 bo'lib qoldi. Javoblarga qarasam, bu hammasi nima turibdi? Bittasi umumiy suratga. Mahraj berib olaman. Qavsni ochib yuborsam. Hop, 50 ko'paytirgan unda 55-si minus 50 mahraj berib yuborsam. 275 ni ko'paytiraman 9 ga. 24 75 taqsim 81. Shunda soddalashtiraman. Unda 55-si ayrilgan 25 u 25 taqsim 81. Shu javob bormi endi? C javob turibdi. Shu tartibda ishlanadi.